Hozir Qalilulloh Jo'raboyevdan intervyu olamiz. Aziz andijonliklar, aziz chala quduqliklar, 2026-yil yangi yil sizlarga muborak bo'lsin. Xonadoningizdan fayz baraka hech qachon arimasin. Doim bir-birimizni ko'rganda faqat oqibat yaxshi niyat, yaxshi tilaklar bilan yurish nasib qilsin. Chala quduqliklar, yangi yil muborak bo'lsin. Bemorlarga Alloh hamisha shifo bersin. Chunki ular ham biz mayda mazza qilib tursak, qaraydi men ham konsertlarga chiqsam, mazza qilib, havo ham zo'r bo'layotganini qaranglar. Bu yorqishlarda bironta ish boshlasa o'zi hech qachon yomon bo'lmagan. Ishning osmonida quzg'unlar qismingda bahorlar guldan so'rasa